Uyghur milleti. Abduri David Profi. İngilizceden tercüme qiluvchi Abduveli Ayub. Muharrir May İbrahim. Bu kitap Harvard Universiteti Nəşriyyatının 2016 yıldagi İngilizce nəşriga asosan tercüme qilindi. Kirish söz. Bu kitapdagi Sharqiy Turkiston atalg'usi asli kitobga sodiq bo'lish uchun Xinjiang deb elindi. Tercümandan. Bu kitap Xinjiangda yashaydigan turkiy tillik musulmonlar, ya'ni Uyg'urlarning hozirgi zamon tarixi haqidagi tadqiqotdir. Bu kechmishi Xitoy va Rossiya imperiyalarining chegaralaridan g'alqib, Osman imperiyasiga qadar tutashgan bir millatning nazarda turib yozilgan tarix bo'lib, ularning imperiyachi, millatchi va inqilobchi hokimiyatlarning siyosatlariga qarshi qaytirgan jonliq inkaslarining xotirasidir. Tarixda yuqorqi 3 imperiyaning kesishgan nuqtasida bir bo'shliq shakllangan bo'lib, bu bo'shliq imperiyalar va e'tiqodga bo'lgan sadoqat, o'zini o'zi idora qiladigan va chegaradan sirtqi organlar, shundaqla boshqaruvchi va boshqarilg'uchilar orasidagi sulh salolar bilan ranglangan. Bu kitobda men Xinjiang tarixini 20-asrdagi imperiyaviy va islomiy islohot doirasiga qo'yib bayon qildim. Hamda bu mezgilda O'rta Osiyoda yashayotgan Xinjiang musulmonlarining Rossiya inqilobi qatnashtirish uchun qanday qo'zg'atilganligi haqidagi tafsilotlarni sharhladim. Bu orqali 1920-yillarda Sovet Uyg'ur millatchiligining qanday yuksalganligi va Xinjiangga singib kirganligi ochiqlandi. Uyg'ur millati degan bu o'qim bugungi Uyg'urlarni 16 va 17 asrlarda xotirlardan o'chgan O'rta Osiyoning islomdan ilgirki tarixida shalliq izlarni qoldirgan bir madaniyatli qadimiy qavmga bog'laydi. Uyg'ur millati degan bu so'z 1920-yillardagi bir ijodiyat bo'lib, ma'no doirasi shubhalik edi. Bu nom 1930-yillarning o'ttirlariga kelganda Sovet ittifoqi va Xitoyning Xinjiang o'lkasi doiralari tarafidan rasmiy e'tirof qilingan. Uyg'ur millati degan o'qimning maydonga chiqishini Sovet millatlar siyosatiga bog'lash odatga aylandi. Ammo buni texmi kengroq bir nazarda kuzatadigan bo'lsak, 20-asrning oldingi yarmida butkul dunyo miqyosida yuz bergan millat yaratishning bir misoli qatoridan o'rin berishga haqliqmiz. Millat yaratish muvaffaqiyatli bo'lgan, ammo bu yaratishdagi g'oya Xinjiangdagi musulmonlarni Xitoyda chekayotgan siyosiy va ijtimoiy besimlarni xalos qilishla bo'lgan bo'lsa, natija ko'ngildagidek chiqqan bo'lmaydi. O'rta Osiyodagi mustaqil jumhuriyatlar garchi nurg'un masalalarga duch kelayotgan bo'lsa-mu, bu yerdagi mustaqil millatlar, masalan, o'zbek va qozoqlar hech bo'lmaganda bizga Sovetdagi millat yaratishning ba'zi savoqlarini aytib berdi. Uyg'urga millat va davlat yaratish planining natijasi kunimizgacha aniqsiz. Xinjiangda yuz berayotgan to'qinishlar sababidan Uyg'urlar men dastlabda bu kitobni yozish uchun izlanishni boshlagan chog'dagidan ko'p to'nilib ketdi. Uyg'urlarning soni hozir 10 milliondan oshdi. Xitoyda eng chong millatlarning biri deb e'tirof qilindi. Ammo bu yerdagi millat, ya'ni Xitoycha minzu degan so'z Xitoyda burun inglizcha nationality deb elingan bo'lsa, hozir ko'proq ethnic group, ya'ni etnik gruppa deb elinyotidi. Ularning Xinjiangga bo'lgan tarixiy igdorligini Xitoy cheklik yo'sinda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb e'tirof qilgan. Xeyli ko'p sondagi Uyg'urlar yana Xitoyning dunyoga ancha to'nilmagan g'arbiy chegarasida. Burun Rossiya imperiyasiga tava bo'lgan hozirgi mustaqil Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonning mahalla ko'ylarida yashaydi. Rossiya inqilobi mezgilida bularning soni taxminan 100 ming bo'lib, Xinjiangdagi qarindoshlariga qaraganda selishtirg'isiz oz.
O'rta Osiyo ellərdə ular köp bo'lmag'achqa, rasmiy tarixlarga chala kirgizilgan va hozirmi muhim bo'lmagan bir guruh xalq oldida turib. Ammo ular Şinjan Uyg'urlarini islom va sovet dunyolari bilan tutashtirib turg'uchi ko'riklik rolni o'ynaganligi uchun kitobimizda aytilmoqchi bo'lgan voqealar uchun bakmu muhimdir. Bu kitobda Xitoy Turkistoni va Rossiya Turkistoni deb elingan O'rta Osiyoning sun'iy ayrilgan ikki bo'lagida yashaydigan Uyg'urlarning tarixi ikkiga ayrilib ketdi. Ba'zi Şinjan tadqiqotchilari odatda Sovet Uyg'urlari va Şinjan Uyg'urlari deb ayiradi. Bu Uyg'urlarning o'z tarixini boshqalar sizgan siyosiy chegaralar ichida bilishga majbur bo'layotganligini aks ettirib berdi. 20-asrda Sovet Uyg'urlarining Şinjandagi Uyg'urlarga bo'lgan qarindoshlik mehrini ifodalash ijozatlik, ya'ni siyosiy vaziyat ruxsat qilgan doirada edi. Ammo bu Sovet ittifoqining Uyg'ur madaniyatini gullantirayotganligini ta'kidlash uchun edi. Shuningga o'xshashla Xitoyda har bir millat Junxo oilasining bir a'zosi deb qaraldi. Ammo Uyg'urlar o'z qarindoshlari bilan xalqaroliq rishtasini ulashga imkoniyatsiz vaziyatda. Shundoq bo'lsa-mu, kitobimda chegaraning ikki tarafidagi Uyg'urlarning kechmishini bir yipqa tizishga tirishdim. Buning Uyg'ur tarixiga emas, O'rta Osiyoning umumiy tarixiga nisbatanmi foydalanish qiymati bor deb ishonaman. Farqli sohalardagi nurg'un tadqiqotlarda bundaq chegaraning ikki tarafiga tangla ahamiyat bergan ish kam uchraydi. O'rta Osiyo tarixchilari bo'libmi g'arbdagilar bu rayonni tadqiq qilganda odatda Koni Rossiya va Xitoydagilardan birini tanlaydi. Mendek qo'shni boqqin marab qo'ydiganlar bak oz uchraydi. Gerçi hozir davlatlarni halqagan tadqiqot va selishtirma tarix ta'kidlanayotgan bo'lsa-mu, ikki Turkistonning tarixini birlashtirib tadqiq qilib boqqanlar ko'p emas. Texmo ishkirlab qaraydigan bo'lsak, bu rayonlar Şinjanga qartilgan tadqiqotda bog'landi. Bo'libmi Xitoy bilan Rossiya orasidagi savdo tarixi va Rossiya yoki Sovetning Şinjanga nisbatan tashqi siyosatlarda shundoq. Kitobim bu tadqiqotlar bilan bir necha jihatdan kesishidi. Ammo kitobda yerlik nuqta nazarlarni chiqish qilib, bu ikki rayon orasida yuz bergan iqtisodiy bog'lanish va davlatlar aro munosabatlarni yerlik turkiy millatlardagi ijtimoiy o'zgarish va siyosiy g'oya bilan bog'ildim. Mening maqsadim Sovet Uyg'ur tarixi bilan Şinjan Uyg'ur tarixini oddiyla birlashtirish emas, balki bu ikki kategoriyaga ayirishga nimalarning yoshiringanligini tepib chiqishdir. Bu nuqtada muhim bo'lgani Uyg'ur jamiyatining ikki bo'ligi orasida kezib yurganlarning tarixini yoritishdir. Bundaq kishilar Sovetlar ittifoqida aktiv xizmat qilgan bo'lsa-mu, Xitoy fuqaroligini va Şinjan bilan bo'lgan munosabatini saqlab qolgan. Şinjanning 20-asrning dastlabki yillaridagi tarixida hech bir tarixiy shaxs Sovetdan mustasno emas. Ammo ularning sazgirashtisida ilmiy asosdan bekroq rivoyatlik asos kuchlik. Sovetda Uyg'ur milliy kimligining shakllanish tarixi haqida to'xtalganda Şinjandagi yerlik Uyg'urlar nazarga ilinmagan. Faqat Rossiya yoki Sovet zaminida tug'ilgan Uyg'urlarga ahamiyat berilgan bo'lib, Stalinning millat nazariyasi o'lcham bo'yicha Uyg'urlar bir Sovet millati sifatida ayirib chiqilgan. Kitobimda o'tkinchi Xitoy fuqarolari hisoblanadigan bu kishilarning hikoyasini asliga keltirish orqali shakllanayotgan bir millat haqidagi bayonlarni inchikilab tadqiq qilmoqchi. Nurg'un tadqiqotchilarga ma'lumki, Sovetda millat bo'lish davlatning millatga ayirishi va millatlar siyosatiga bog'liq. Men bu kitobda shuni sharhlaymanki, Uyg'urlarning o'tirg'i chiqishi boshqa bir yerdan boshlangan. Men buni ikki farqli hikoyaning birlashtirilishi deb qarayman.
Bundaq birləştirishni yüz berishdən saqlanğılı bolmaydı, degili bolmaydı. Ma'lum nuqtadan olganda yüz berishimi natayin edi. Bu hikoyaning biri Osman imperiyasi matbuotlari va Rossiya musulmonlari bilan bog'lanishi bo'lgan ziyolilar qatlamida turklik tarixining qayta bayqilishidir. Bu inqilobdan burungi ma'rif islohoti va jaddichilik an'anasini o'ziga uliq qilgan, o'zlarini yangilikchi davogan bir qism kishilarning qilgan xizmatlari bo'ladi. Bu hikoyaning yana biri Rossiya inqilobining Şinjanning siyosiy vaziyatini o'zgartishidir. Uyg'urlarning tarixiy meroslari bu ikki hikoyani birlashtirgan bo'lib, buning siyosiy ahamiyati, milliy va etnik jihatga muhimligini besib tushdi. Bu bir murakkab jarayon bo'lib, ko'pincha Sovetning siyosatlaridan halqib ketadi. Bu jihatda hozirga qadar Uyg'ur milliy kimligi davlatining maqsadi va uni import qilishining sabablari haqida nurg'un xato ko'z qarashlar mavjud. Bu kitobda tasvirlangan ba'zi harakatlar millatchilikning vakillik aniqlamasiga uyg'un bo'lib, Şinjandagi Uyg'urlarning bir Uyg'ur davlati qurishga huquqli ekanligini o'tirib qo'ydi. Ammo ko'pinchisi bu aniqlamaga uyg'un emas. Tarixdan qolgan Uyg'urlarning madaniyat meroslari 20-asrning boshlaridagi turli milliy bayonlarga ham mos keldi, ham raqobatda bo'ldi. Tarixdagi parlaq Uyg'ur madaniyatining qayta bayqilishi ikki xil bayonlarga yo'l ochdi. Buning biri Uyg'urning tarixidagi bu oltin davrni barliq turkiy tillik millatlarning o'rtaq merosi deb qarash edi. Yana bir bo'lsa ba'zi kishilar va zamonlarga tarixdagi Uyg'urlarga ega chiqish imkoniyatini ato qilish bo'ldi. Izohat: bu yerda avtor hozirgi Sharqiy Turkistonni va u yerdagi Uyg'urlarni ko'z tutadi. Tarjimondan. Uyg'ur degan bu so'z o'rtaq bir nasabnomaga mansub bo'lgani uchun ham pan-turkizmga, ham Uyg'ur millatchiligiga manba bo'ldi. Uyg'ur haqidagi bu ikki xil yeshilma 20-asrning boshlarida bir-biri bilan dialogda bo'lib turdi. Mazkur kitobda Uyg'ur tarixining bu xil keng doiradagi ishlatilishini tar ma'nodagi Uyg'ur millatchiligi o'qimiga siqib kirgizishning o'rniga men ularni Uyg'ur parvarlik, ya'ni Uyg'urist siyosatining har xil variantlari deb atadim. Uyg'ur kimligining Sovet va Xitoy doiralari e'tirof qilgan nusxalarini birlashtirib qaragandimi, Uyg'ur tarixini yeshish uchun pan-turkizmlik va yerlik bayonlar o'xshashlar muhim o'rinda turadi. Shuni deyish mumkinki, Uyg'ur atalg'usi texi bir milliy kimlik bo'lib umumlashmay turibla, siyosiy birlikning vositasi bo'lib qoldi. Albatta, ommaviy kimlik yaratishda siyosiy kuch ul bo'lmay qolmaydi. Gerçi Uyg'urlar haqidagi mavjud bayonlarda Uyg'ur millati o'qimining 1920-yillarda Sovet ittifoqida Uyg'ur kimligining mavjud omillari asosida maydonga chiqqanligi naql keltirilsa-mu, bundaq millat nomini radikallarcha qayta bekitishning bu millat a'zolarini birlashtirishla emas, yana parchalash mumkinchiligini ko'p sonli kishilar e'tirof qilmaydi. 1920-yillarda o'zini Şinjanlik musulmonlarga tava deb qaraydigan kishilarga o'zini Uyg'ur degizish oson emas edi. Sovetning Uyg'urlarga kimligini to'ntish niyati va kuchi yo'q edi. Sovetning siyosiy va millatshunoslik jihatdagi maqsadimi bir millatni ijod qilish emas, balki har qaysi millatlarni aniqlash va turlarga bo'lish edi. O'tirda Osiyodagi boshqa millatlar, masalan, qozoqlarning millat bo'lib ayrilishida ularning burun mushu nomlarda atalganlik ahvollari bo'lgan. Gerçi bu nomlar haqida talash tartishlar bo'lgan yoki bu nomlarning ularning milliy kimligidagi asosli nuqta bo'lganligi natayin bo'lgan bo'lsa-mu, ammo unutilg'ili uzun bo'lgan Uyg'ur deganga o'xshash bir nomning terilishini qo'llab-quvvatlash hargiz Sovetlar siyosatining maqsadi emas edi. Bundaq millat nomining bekitilish masalasini
Çin sulalisi vaqtidagi Manju nomining o'tirg'i chiqishig'imi selishtirish mumkin. 1635-yili Qun Tayji farmon chiqarib, Manju degan millat nomini bekitdi. Bu nom Xitoyga tajovuz qilgan shu kishilarning siyosiy birligi bo'lib xizmat qildi. Manjularning yangidan nomlanishining imperiyaning shakllanish jarayonidagi Manju millati va davlati haqidagi ahamiyati to'g'risida Qin sulolasi tarixchilari davomli munozara qilayotgan bo'lsa-mu, imperiyaning kuchi bo'lmasa, Qun Tayjining bekitib qo'yishi bilan kishilar Manju bo'lib qolmaydi albatta. Meningcha, Uyg'ur nomining terilishimi shuningga o'xshaydi. Rossiya inqilobi natijasida burun mavjud bo'lgan ijtimoiy kategoriyalar parchalandi va qaytadan tuzildi. Peter Holkostning Don kazaklari ustidagi tadqiqotlariga asoslanganda, ichki urush va inqilob mezgilida davlatga tava bo'lmagan tarmoqlar siyosiy organlar bilan millatlarning chegarasi g'olishidir hamda siyosiy hamkorlik ijtimoiy kimlikni belgilaydi. Shunga ayni chog'dagi sharoitni ko'z tutganda 1920-yillarning o'rtalaridagi Sovet millatlar siyosatining ta'siridan xeyli burun faoliyatchilar Uyg'ur parvarlik ideyasini Xitoy Turkistonda bixlandirib bo'lgan deyalaymiz. Tuvanda men qarashlarimni tarix tadqiqotida biz doim tilga oladigan Uyg'ur millati yoki Uyg'ur kimligi degan uqumdan ayirib bayon qilaman. Uyg'urlar haqidagi ilmiy emgaklarda bu xil kategoriyalarga iltijo qilindi va Tarim vodisida yashagan musulmonlarning kimligi va farqlarini o'tirg'i chiqargan tarixiy yuzlanish ustida, shundaqla Uyg'ur kimligining qanday shakllanganligi, davomlashganligi va Xitoy zulmiga taqobil turishda qanday raqobatli kuch bo'lganligi haqida izdilindi. Bugungi Uyg'ur millatining tarixiy kimligining dastlabki asosini Xinjiangdagi tarixiy xotirlardan tepish mumkin. Albatta, 20-asrning oldidagi avomning bayonimi bugungi Uyg'ur millatining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Ammo mening tadqiqotimcha Uyg'ur kimligi bu xil milliy kimlikka doir simvollarning asosida o'tirg'i chiqqan emas. Bu yerdagi xalqlar diniy e'tiqodiy va biqindilik munosabatiga asosan Xitoydagi musulmonlar deb sharhlangan. Shunga bu zimindagi xalqning eng dastlabki formulasiga Xitoy Turkistondagi biz degan milliy kategoriyaga mansub bo'lmagan ba'zi xalqlarni kirgizilgan. Eng muhimi, bu kategoriya Xitoycha so'zlaydigan musulmonlar, ya'ni Xuizo yoki Tungalarni o'z ichiga olgan. Buning ikkinchi bosqichida Uyg'ur kategoriyasi o'rtaq milliy simvollar bilan birlashtirilgan. Ammo bu xil millatlashish jarayonining tafsiloti haqida qo'limizda yetarlik aniq ma'lumot yo'q. Mushu sababdan men kitobimda har xil tarixiy shaxslarning bu kategoriyada o'ynagan siyosiy rolni hamda bu xil siyosiy rolning qanday qilib Rossiya Xitoy chegarasining ikki tarafida kishilik munosabatlar, tashkilotlar va davlat organlari tarafidan ijro qilinganligini markaziy o'ringa qo'yib bayon qildim. Qadrli do'stlar, keyingi qatimliq anglitishimizda bu kitobning Kirishgan imperiyalar va Xinjiangning savdo eg'izlari nomli bo'ligini huzuringizga sunaman. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xudoyimga omonat.